Qabristonmi? Aka, keluvdimmi? Ha aka, keldingizmi? Anchadan beri kutib qoldim, tezroq chiqa qoling. Bo'ldi, mana hozir chiqyapman. Hoshim aka, taksi keldi aka. Men qaytdim. Xudo xolsa keyin dam olish kuni ko'rishamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, Ha. ustiboshingizni qarang, mashinani rasvo qilasiz, orqaga o'tiravering. Xo'p, mayli. Go'rkovmisiz aka? Yo'q. Go'rkov emasman. Shu dam olish kunlari qabristonni ozgina hasar qilib turamiz. Uzr ming bor. Mashinangizni ozgina chang qilib qo'ydim. Ha, mayli. Bo'lar ish bo'ldi-yu. Ha aka, pulni mashinadan olib beraman, maylimi? Mayli aka, tezlashasiz faqat. Vaqtim kamroq edi. O'ylab ashi takoku ha. Mana. Qaytimi kerak emas. Ha, yana bir gap. Bu hayotda insonga boylik kibr uchun emas, balki sinov uchun beriladi. Yaxshi boring. Rahmat. Yerda yurib borar ekansan, kekkaymagin. Takabbur qilmagin. O'zingni qancha yuqori olsang ham yerni ham tesha olmaysan, toqqa ham yeta olmaysan. Bo'ying yetmaydi toqqa. Ja o'zingni katta olma. Katta olma. Yerni teshib kirib keta olmaysan. Bo'ying tog'dan baland bo'lib ketmaydi.